ma'rifiy suhbatlar. Qalblar yaxshilik qilgan odamni sevish va yomonlik qilgan kimsani yomon ko'rish tuyg'usida yaratilgan. Kim bir kishini yaxshilik tomon yo'naltirsa, unga ham o'sha yaxshilikni qilgan yoki bajargan kishining mislicha ajr bo'ladi. Assalomu alaykum muhtaram muxlislar, ma'rifatga oshno qalb egalari. Bugun Hoji Ahmad Yassaviy izdoshlaridan yana biri Mavlona Safiyuddin O'ring Qo'yloqiy haqida suhbatlashamiz. Suhbatdoshimiz esa Ahmad Yassaviy va uning izdoshlari hayoti va faoliyatini yoritishda benazir hissa qo'shib kelayotgan olim, filologiya fanlari doktori Nodirxon Hasanov. Mikrofon qarshisida Ma'murjon Abdiyev. Ma'lumingizki, bugunga qadar biz Hoji Ahmad Yassaviy va uning izdoshlari hayoti, ilmiy faoliyati va asarlari haqida ko'plab eshittirishlar tayyorlab hukmingizga havola qildik. Ana shu an'anani davom ettirgan holda bugungi suhbatimizda turkiy ma'naviyat otasi bo'lmish Yassaviy izdoshlaridan yana biri Mavlona Safiyuddin O'ring Qo'yloqiy haqida imkon qadar ma'lumot berishga harakat qilamiz. Safiyuddin Qo'yloqiyning Yassaviya tariqati rivoji va keng omma orasida yoyilishdagi xizmatlardan biri shuki, Alloma Ahmad Yassaviyning nasabnomasini arab tilidan turkiy tilga o'girgan. Nasabnoma risolasida keltirilishicha, Ahmad Yassaviyning zohiriy ustozi Arslonbob bo'lib, g'oyib piri mukammali Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bo'lgan. Arslonbob hazratlari vafot etganlaridan so'ng Ahmad Yassaviyning sufiy tarbiyasi bilan g'oyib piri Muhammad alayhissalom mashg'ul bo'ladilar. Nasabnomani o'qib esa Hazrat Ahmad Yassaviy Hazrat Ishoq Bob Imom Muhammad Hanafiy orqali payg'ambarimizga naslan tutashishini ko'rish mumkin. Bugun biz Hoji Ahmad Yassaviyning izdoshlarining hayoti va ijodi haqidagi turkum eshittirishlarning yana bir simo bilan boyitgan holda davom ettiramiz. Mavlona Safiyuddin O'ring Qo'yloqiy Fariduddin Attorning ta'biri bilan aytganda, Turkiston piri Hoji Ahmad Yassaviyning qarindoshi, donishmand hojaning o'g'li Mavlona Safiyuddin O'ring Qo'yloqiy hazratlari ham o'zining ijodiy faoliyati bilan Ahmad Yassaviyning izdoshlaridan hisoblanadi. Mavlona O'ring Qo'yloqiy milodiy 1146 hijriy hisobda esa 540-yil ulug' ustozi Ahmad Yassaviy nasabnomasini arab tilidan o'zbek tiliga, ya'ni turkiyga o'girgan edi. Bu asar Yassaviy hanuz hayotlik chog'idayoq yozilganligi va tarjima qilinganligi bilan ahamiyatlidir. Nasabnoma dastlab turkiyalik Yassaviyshnos, Navoiyshunos olim Kamol Eraslon tomonidan 1993-yil turkistonlik Imom Qodirbekdan olingan foto nusxa asosida nashrga tayyorlangan. Shuningdek, Qozog'istonda ham yana ikkita nashri amalga oshirilgan. Birinchisi Sayramlik taniqli tarixchi, jurnalist, rahmatli Mirahmat Mirholdor o'g'li domla tayyorlagan bo'lsa, ikkinchi nashr esa taniqli olim Ashirbek Mo'minov va Zakariya Jondorbekov tomonidan Turkiston nusxasi asosida nashrga tayyorlangan. Shuningdek, 2003-yil Moskvada chop etilgan Kult svetih и sufizm va Sredniy Aziya и на Kavkaze nomli to'plamda nasabnomaning yana boshqa bir nusxasi yana Ashirbek Mo'minov domla tomonidan e'lon qilingan. Ahmad Yassaviyning nasl va nasabi haqida keng ma'lumot beruvchi bu risola avval arab tilida yozilgan bo'lib, kim tomonidan va qachon qalamga olinganligi haqida ma'lumot berilmagan. Kutubxonalar va muayyan shaxslar qo'lida saqlanayotgan nasabnoma nusxalarining
matnlari turli ilovalar qo'shilishi natijasida dastlabki yozilgan holatini yo'qotgan. Ayniqsa unda Mavlono Safiyuddindan keyin yashagan shaxslarning nomlarining tilga olinishi bunga dalildir. Bu qo'shimchalar nasabnoma egalarining roziligi yoki tavsiyasi bilan kotiblar tomonidan asarga keyinchalik kiritilgan bo'lishi mumkin. Nasabnoma an'anaviy hamdu sano, salovat va na'at, ya'ni odobi tasnif bilan boshlanib, asarning yozilish sababi avvalo bayon etiladi. Ya'ni muallif keyinchalik zurriyotimizdan kelajak ba'zi farzandlarimizning nasl nasabimiz to'g'risida shubhaga tushib, gunohkor bo'lib qolmasliklari uchun bu nasabnomani qalamga oldik deyiladi. Keyin Imom Muhammad Hanafiyadan, ya'ni Hazrati Alining farzandi Imom Muhammad Hanafiyadan Ishoq bob va ukasi Abdul Jalil bobga qadar davom etgan nasl nasab shajarasi keltiriladi. Abdurahmon, Abdurahim, Ishoq bob, Abdul Jalil boblarning hayotlariga doir ko'plab ma'lumotlar beriladi. Jumladan ular qatnashgan safarlar, sayohatlarning tafsilotlari, Samarqand, Buxoro, Isfijob, Farg'ona, Uzgand, Shosh kabi shaharlarga kelib ilm va ma'rifat yoyish maqsadida qilgan sa'y harakatlari to'g'risida hikoyalar keladi. Ularning qaysi shaharda va necha yil hukmronlik qilganlari ham xususan bayon etiladi. Yassaviy Ahmad Hoja ota oxiratga rihlat etar ekan, o'z o'rnini qarindoshimning o'g'li deb Mavlono Safiyuddin Qo'yloqiga berdim deganda, Yassaviy asar tarjimoniga qanday vazifa topshirgani aniq tiniq qilib aytilmagan. Bu so'z bilan muallif balki Mavlono Safiyuddinning ham shayxlik ijozati berilganiga ishora qilgandir. Chunki asarning davomida Mavlono Safiyuddin o'z tili bilan yozadiki, 53 yil Xizr Ilyos birla suhbatim bo'ldi deydi. Keyinroq esa Safiyuddin O'rin Qo'yloqining 93 yil umri bo'ldi. 50 yil Xizr Ilyos alayhissalomlar birla suhbati bo'ldi deb yozadi. Nasabnomada g'ayri tabiiy voqea va karomatlarning ko'plab keltirilishi asarning ko'proq manqabaviy xarakterdagi risola ekaniga doir xulosa chiqarishga undaydi. Asarda Markaziy Osiyoga islom ma'rifatining kirib kelishi bilan bog'liq Ishoq bob hayotiga doir ko'plab manqabalar qatori uning mol mulki haqida batafsil ma'lumot ham beriladi. Unda yozilishicha, qachon kim mening vafotim bo'lsa, mening naslim ushbu nasabnomani o'qisalar, aslim tutib bilsalar, ulug' otam Ishoq bobning halol mulki va yer suvlarini bilgaylar. Mendan so'ng da'vo qilib olgaylar. Ulug' otam Ishoq bobning sufrasini joriy tutmasalar, horib ochib kelgan darveshlarga xalqqa boqmasalar, taqsir qilsalar va sahl tutsalar, men Mavlono Safiyuddin O'rin Qo'yloqi tururman. Qiyomat kuni ul kimsaga ulug' hasm bo'lg'aymen degan so'zlaridan asarning yozilish sabablari yanada ayonlashadi. Nasabnoma risolasining tadqiqi Ahmad Yassaviy tariqatidagi ko'plab pirlar hayoti haqida ma'lumot berish bilan birga unda aynan Yassaviy haqida ham qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin. Undagi ma'lumotlarga tayangan holda Hoji Ahmad Yassaviy 120 yil umr ko'rganligini aytish mumkin. Yuqoridagi faktlar birinchidan Yassaviyning 120 yoki undan ortiq yil yashagani haqidagi manqabaviy fikrni tasdiqlasa, ikkinchidan Yassaviy Sayramda tug'ilgani va Yassida ko'p yillar davomida shayxlik qilganini ham dalillaydi. Shuningdek, nasabnomada ham Ahmad Yassaviyning tasavvuf masalalariga bag'ishlangan qimmatli o'gitlari o'rin olgan. Chunonchi shayxlik shartlari haqida Yassaviy bunday deydi: ul shayx kim 40 yil xilvat birla muridni aylamasa, ul kimarsaga shayxlik yaramas. Taqi shayx ul turur kim o'z yozuqiga boqsa, yana birovga boqmasa. Taqi aning yo'ldoshi Xizr va Ilyos bo'lsa, ul shayx kim sunnatni munda qilsa, farizani Ka'bada ado qilsa. Anga shayxlik halol turur, yo'q ersa harom turur. Asardagi voqealar
bevosita Xizr alayhissalom ishtirokida bayon etilishi bu turdagi boshqa asarlarda uchramaydigan alohida bir uslub deyish ham mumkin. Yassaviyning hayoti, tasavvufiy qarashlari, shuningdek boshqa sufiy va shaxslar bilan Yassaviydan tashqari muridlarning ham Xizr bilan doimiy muloqotlari uning yuqorida qayd etilgan Taqiy shayx ulturur kim aning yo'ldoshi Xizr va Ilyos bo'lsa degan qoidaga amal qilishning bir ko'rinishi deyish mumkin. Ya'ni bu muloqot Yassaviy darveshlarning Yassaviyya ta'limotiga bo'lgan chambarchas bog'liqliklari va sadoqatlarining bir belgisidir. Keyin Ishoq bobdan tarqalgan shajaradagi shaxslarning nomlari asarning tarjimoniga qadar birma-bir sanab chiqiladi. Ya'ni Ishoq bob, Horun shayx, Mo'min shayx, Muso shayx, Ismoil shayx, Hasan shayx, Umar shayx, Usmon shayx, Muhammad shayx, Iftixor shayx, Mahmud shayx, Ilyos shayx, Ibrohim shayx. Uning ikki o'g'li bor edi. Biri Ahmad hoja, ya'ni Yassaviy va ikkinchisi Sadr hoja shayx edi. Sadr hojaning ikki o'g'li bor edi. Birinchisi Abdulmalik bo'lib, uning Abdul Ali yoki Abdol Ali degan o'g'li bor edi. Ikkinchisi donishmand hoja bo'lib, uning laqabi Zohid O'rin Qo'yloqi edi. Uning o'g'li Mavlono Safiyuddin, laqabi O'rin Qo'yloqi edi deb yoziladi. Bundan so'ng Ahmad Yassaviyning otasi Ibrohim shayx va uning ashabi Muso shayx bilan bo'lgan o'zaro munosabati haqida gapirilib, Yassaviyning hayotiga doir muhim ma'lumotlar keltiriladi. Unda yozilishicha, ul vaqtda Yassaviy hoji Ahmad 20 yoshlik erdi. Xizr alayhissalom aydilar: "Ey hoji Ahmad Yassaviy, qo'lingizni bizga bering." Shunda hoji Ahmad qo'llarini unga uzatdilar. Xizr ota Yassaviyning qo'llarini ushlab aytdilarki, 120 yil umringiz bo'lsin va taqiy ko'p muridga ega ulug' mashoyix bo'lg'aysiz deydi. Hoji Ahmad Yassaviy rahmatullohi alayh Saryom viloyatidan kelib, Yassi elida yurib 100 yil shayxlik qildi deyiladi risolada. Nasabnomada Yassaviy shaxsiyatining shakllanishiga munosib hissa qo'shgan Arslan bob, Yusuf Hamadoniy va Buxorodagi ilm tahsili davri haqida xabar berilmagan bo'lsa-da, risolaning boshqa bir nusxasida, ya'ni Rasul Muhammad hoji Abdushukurov Ashurboy o'g'li nashrga tayyorlagan Ahmad Yassaviy ajdodlari shajarasi, Ahmad Yassaviy va Amir Temur nomli risolada Yassaviy va Arslan bob orasidagi ilk uchrashuv, Yassaviyning Hamadoniydan ta'lim olishi, Xumi ishq qissasi, Yassaviyning o'g'li Ibrohimning Suyri xalqi tomonidan o'ldirilishi, shayxning 63 yoshda xilvatga kirishi va 120 yoshda xilvatda vafot etishi bayon etilgan. Asarda Hoji Ahmadning muridlari bilan munosabati, ularning tariqatdagi kashf va karomatlari va xizmatlari ham bayon etilgan. Unda Sufi Muhammad donishmand Hoji Ahmadning peshqadam xalifalardan biri sifatida ta'riflangan. Uning Sukchuk hoja degan shogird ham Hoji Ahmadning huzurida 12 yil xizmat qilgan. Yassaviyning yana bir mashhur muridi Sulaymon hoji Hakim, ya'ni Sulaymon Boqirg'oniy ham ustozining ijozati bilan Urganch viloyatiga borib, xalqni irshod qiladi. 95 yil umr ko'radi. 70 yil Xizr bilan suhbatdosh bo'ladi. 5000 nafar murid tarbiyalaydi. Ushbu risolaning e'lon qilinishi Yassaviyshnosligimiz va bu tariqat vakillari haqidagi ma'lumotlarni boyitishda muhim manba sifatida xizmat qiladi. Har 3 risolada ham anchagina rivoyatlar keltirilgan. Nasabnomada asar tarjimoni haqida ham bir muncha ma'lumotlar mavjud. Jumladan asarda shunday yoziladi: Yassaviy Ahmad hoja Atoning 120 yil umri bo'ldi. 12 ming sayyid muridi bo'ldi. 40 sofiy birla xilvatga kirar erdi. 41-kuni chiqar erdi. Yassaviy Ahmad hoja Ato Ka'baga borur bo'lsa, bulutga minib borur erdi. Taqiy aytur erdi. Ul shayx kim 40 yil muridni aylamasa, ul kimarsaga shayxlik yaramas deb aytdi.
Taqiy shayx o'ltirur kim? O'z yozuqiga boqsa, yana birovga boqsa, Taqiy aning yo'ldoshi Xizr alayhissalom va Ilyos bo'lsa deb aytur yerda. Ul shayx kim? Sunnatni munda qilsa, farizani Ka'bada qilsa, anga shayxlik halol turur, yo'q ersa harom turur deb aytur yerda. Yassaviy Ahmad hoji ota oxiratga ulanur bo'ldi ersa, o'z o'rnini qarindoshim o'g'li deb Mavlona Sayfiddin O'rung Quyloqiyga berdi. Sayfiddin O'rung Quyloqiyning 93 yil umri bo'ldi. 50 yil Xizr Ilyos birla suhbati bo'ldi. Nasabnomada asar tarjimoni haqida talay ma'lumotlarga ham duch kelamiz. Unda yozilishicha, Mavlono Safiyuddin Hoji Ahmad Yassaviyning birodari Sadr otaning o'g'li donishmand shayxning o'g'li bo'lib, u 90 yil umr ko'rgan. 50 yil Xizr va Ilyos bilan suhbat qurgan va o'zining nasl nasabiga doir nasabnomani arab tilidan o'zbek tiliga tarjima qilgan. Kitobda Hoji Ahmadning Solikning 40 kun xilvat natijasida ma'naviy tarbiya topishiga doir so'zlari naql etiladi. Xilvatning kelib chiqishini ishq ahli 40 kun ixlos bilan amal qilgan kishining ko'nglidan tiliga hikmat chashmalari toshib chiqadi degan hadis bilan asoslaydi. Demak, bunga ko'ra xilvat Ahmad Yassaviyning yo'lining eng asosiy talablaridan biridir. Yassaviy izdoshlaridan Hazinining yozishicha, Ahmad Yassaviy xilvatni ikki qismga bo'ladi va deydiki, xilvati shariat bo'lmaguncha xilvati tariqat bo'lmas. Xilvat shariat bu tavba, ya'ni pushaymonlik, yomonliklardan voz kechish, yomon fe'llarni yaxshilarga almashtirishdir. Bu esa inson o'z a'zoyi badanini boshqargan holda doimo sukut saqlashi, halol luqma yeb, atrofidagi insonlarni va boshqa narsalarning haq huquqlariga rioya qilishidir. Xilvat va arba'in shartlaridan o'tolmagan solik haqning suhbatiga yaramaydi va faqru fano sirridan mahrum qoladi deb yozadi Ahmad Yassaviy. Demak, Yassaviylik odobiga ko'ra ishq va axloq kamoli bevosita xilvatga bog'liq ekan. Yassaviyning izdoshi sifatida Haziniy ham xilvat odobiga to'xtaladi. Arba'inu xilvati mardoni kor, nazdi nomardoni kohil aybi or deydi Haziniy. Ya'ni mazmuni xilvat er va mard kishilarning ishidir. Nomardlarning nazdida arba'in va xilvatning ahamiyati yo'q. Ular xilvatga kirishga or qiladilar. Xilvat va arba'inning hikmatini bilmagan inson kohildir, ya'ni qalb ko'zi yopiq, zohiriy ko'z bilan ibrat olishdan nasibsizdir. Ammo haq yo'lining soliklari uchun arba'in, ya'ni xilvat ma'shuqi bilan yolg'iz birga bo'lishdir deydi. Ushbu asarda sofra tutmoq ta'biri ko'p ishlatiladi. Sofra tutmoq albatta bu xalqni irshod qilish, bir takya xonaqoh ochish degan ma'nolarni bildiradi. Ushbu ta'birning Javohir Abrorda ham ayni ma'noda qo'llanilganligini ko'ramiz. Bu esa ayni paytda Haziniyning nasabnomidan ham xabardor bir adib bo'lganligini ko'rsatadi. Nasabnomada ba'zi tarixiy voqealarning bayon etilishi, o'sha davrda o'tgan shaxslarning nomlari va ular haqida qisqa bo'lsa-da ma'lumotlar berilishi, Yassaviy nasli shajarasining taqdim etilishi, asarning 1146-yil, ya'ni Yassaviy hali hanuz hayotlik chog'ida va xususan Yassaviyya ta'limotining izdoshlaridan bo'lgan Mavlono Safiyuddin O'rung Quyloqiy tomonidan tarjima qilinganligi bu asarning tarixiy va ilmiy qimmatini yanada oshiradi deb o'ylaymiz. Shuni ham aytish kerakki, Toshkent shahri Mirobod tumanidagi Qo'yliq ota qabri ayni paytda mana shu nasabnomaning muallifi, tarjimoni Ahmad Yassaviyning qarindoshi Mavlono Sayfiddin O'rung Quyloqiyning qabri bo'lishi ehtimoldan xoli emasdir. Hoji Ahmad Yassaviy va uning izdoshlari tariqat vakillari hayoti va faoliyati haqida ko'plab ma'lumotlarni o'z ichiga jamlagan Nasabnoma risolasi turkiy tilga o'girilishi va nashr etilishi bugungi kunda ajdodlar merosini o'rganish borasida tadqiqotlar olib borayotgan yosh olimlarimiz uchun muhim manbalardan biridir.
Muhtaram tinglovchilar, tinglaganingiz ma'rifiy suhbatlar eshittirishi edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling. Ma'rifiy suhbatlar.